O'zbekistonda shaharsozlik renovatsiyasiga oid qonun qabul qilindi. Ammo renovatsiya deganda odamlarning xayoliga birinchi navbatda boshqa savollar keladi. Qaysi uylar buzilishi, mulkdorlarning roziligi va kompensatsiyalar masalasi. Kun.uz bu boradagi savollar bilan qonun loyihasi muallifi bo'lmish Adliya vazirligiga murojaat qildi. Qonunda renovatsiya uchun mulkdorlarning kamida 5 dan 4 qismi roziligi talab qilinyapti. Agar qolgan bir qismi rozi bo'lmasa, ularning mulk huquqlari qanday himoya qilinadi va amalda qanday mexanizm ishlaydi? Fuqarolarning uy-joyi buzilishi uchun o'sha hududda yashayotgan, o'sha uyda yashayotgan fuqarolarning, aholining 5 dan 4 qismi emas, 5 dan 5 qismi, ya'ni to'liq hammasining roziligi kerak. 5 dan 4 qismi degani bu faqat loyihani o'sha hududni rivojlantirish loyihasi, ya'ni renovatsiya loyihasini hokimiyatlar tomonidan yig'ilayotgan, shakllantirilayotgan loyiha, ya'ni renovatsiya loyihalari ro'yxatiga kirish uchun ularning roziligi talab etiladi. Fuqarolarning uy-joyi buzilishi uchun esa har bitta fuqaro bilan alohida shartnoma imzolanadi, ularning huquqlari kafolatlanib, ularning mulkdorlari belgilangan tartibda kompensatsiya qilingandan so'ng uy-joylar buziladi. Norozilik holatlari bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda biz qonunda alohida mexanizm ko'rsatib o'tganmiz, ya'ni sud orqali renovatsiya hududidagi uy-joylarni buzish masalasi. Bunda sudyalar alohida qonunda mezonlar ko'rsatib o'tilgan, ya'ni birinchisi hududning bosh rejasiga ko'ra mazkur uy-joy joylashgan hudud renovatsiya hududiga to'g'ri kelganligi, fuqarolar yashab turgan uy-joylarning avariya holati va hayot uchun xavfli darajasi yuqori bo'lganligidan kelib chiqib, sudlar tomonidan qaror qabul qilinadi va o'sha tartibda uy-joylar buziladi. Bunday даже sud holatida buzilganda ham har bitta fuqaroning mulk huquqi to'liq kafolatlanib, ularning bozor qiymatida kompensatsiya to'lab beriladi. Bosh rejaga ko'ra hudud renovatsiyaga tushgan bo'lsa, u hududdagi 2-3 qavatli ham, 4-5 qavatli uylar ham, 1 qavatli noturar obyektlar ham barchasi renovatsiya doirasida qaytib buzilib, qayta quriladi. Avvalgi renovatsiya loyihalarining tartib taomili hozirgi renovatsiya to'g'risidagi qonunda belgilangan darajada mukammal yozilmagandi. Hozirgi qonunda baholash darajasi, ya'ni baholash tartibiga keladigan bo'lsak, alohida ko'rsatib o'tilgan bo'lib, ya'ni mustaqil baholash tashkilotlari jalb qilinishi, xalqaro baholash tashkilotlarida ham jalb qilish mumkinligi, bundan tashqari davlat tomonidan baholanishi, ya'ni davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzurida tashkil etilgan umumiy baholovchi tashkilot tomonidan ham baholanishi belgilab o'tilgan. Ya'ni bu masalada ko'rib o'tish mumkin, yana 3 ta baholash tashkilotdan birini fuqaro o'z xohishiga ko'ra jalb qilib, uy-joyni baholatish mumkin va o'sha baholangan summa bo'yicha kompensatsiya to'lovlari amalga oshiriladi.